Gezer nakşimiz her yanni sadası yanrıtı. Assalamu alaikum qeyrindaşlar, qanday valыңlar, tinchlikmi? Tan saqliq kanalıma hoş geldinglar. Bugün so'zlamoqchi bo'lgan temam shu qavziyatdan paydo bo'lgan buasir. Bu kasal ko'pinchalarda burundan tortib bor, ammo men yaqinda bek ko'p angladim. Şunlaşqa müştoğulluqmu mən şu əzim qilish bölümünün hamma azan sözlegen çağda çoğun işçiye kelgen çağda aq taraf məqət doğrusulum sözlegen çağda azraq sözləb ötken. Bir qancha qeyrindaşlar ayırım bir tema qilib sözləb əsiniz optika edib inkaslarını yazdı. Şunlaşqa bugün amal banda qısqa qilib sözləb beray deb oyladım. Qandaqsığa müşundaq bu asır bo'lib qalmaz. Ananiki nimalar diqqat qilish kerak, oldin elish degandek. Şu hamda men davomli kep deb turma, biz hamda oldin olimiz deymiz, ya'ni bo'lib qolgandan keyin doktorga ko'rinib, o'zimiz bearam bo'lib buldiga ishlajik. Uning ustiga hozirgi pandemik vaqtlarda doktorxona berish bek afsiz. Shu hamda buning birdan bir oldin oladigan usul hamda taratni yaxshilash. Ishqat qoldigan qeyrindoshlar haqiqatan ko'p. Şunlaşqa bu bo'libmi hamda bizning yemak-ichmak hamda hozir to'g'ri-to'g'rilar qarasak degan hamma manis uning foyda, bunis uning foyda degan gaplar bor. Sinoqni o'tkazganlar oz deb o'ylayman, haqiqatan hamda sinoqni o'tkazgan bo'lishi mumkin. Ammo uni sinaganlar oz deb o'ylayman. Shunlaşqa bizmi doktorxonalar deydigan gaplar, uningki Yapondagi yerlik usullarni azroq so'zlab beray dedim. Bu ishimizniki qatmaslikniki birdan bir yaxshi usullari. Şu köp hərəkət qilish, bu ne demesem bilmez, hem de o hərəkət qilib qandan keyin uningki faqat yaxshi mang'uzay degan chaqda şu qusaqni soat istirlikisi bo'yicha silab berish. Bo'libmi kichik bolalarning taratlari qetib qolgan chaqda shundoq yig'lab ketadi. Şunlaşqa şunu oldin olish usullari, andan keyin doktorxonada biz davomli deydigan operatsiyadan keyin kasallar uzun mezgil yotadi. Azroq yal keladi, ammo taratganmay qiynalib qolgan ishlar oldu. Ular deydiganimiz şu banana ayni vaqtida banana yeb beringlar deymiz. Albatta 1-2 kun tomoq yemaydi operatsiyadan keyin. Uchaylarniki o'z asli kelib bu funksiyalari qilib bo'g'icha. Andan keyin Yaponning yerlik usullari birdan bir yerlik usuldan birisi şu içim qet qaldı deb bunda atrofdagi yapılıqlar paran qilishgan chaqdimi, bularniki qo'llanadigan usuli birdan bir yaxshi usuli sap sutni bo'lsa amal bor, so'g'oq sap sutni bir stakan. Men burun sut to'g'riliqni so'zlagandim, sap sut badanga ziyonli, ammo ziyonli narsaning butun ziyon bo'lishini atayin. Sap sutni bir stakan atgan ichib yotgandan keyin taratning kelishi shunday yaxshi bo'ldi ekan. Bunu yapılıqlar paran qilish jarayonida voy shunaq degan gaplar ansaqlam voy bu süt bizniki bu yapılıqlarniki yerlik usulda taratni shunaq ravon qildi deb shunaq dedi. Demisam o'ylab baqsaq shu sap sutni bo'libmi shu qavziyat bo'lmagan qeyrindoshlarni anglab turman normalli. Sap sutni ichgandan keyin ichini surish ahvoli nihoyat kuchli bo'ldi ekanda. Demakchi shundoq kuchli ichimizni tozalaydigan roli bor ekan demakchi. Andan keyin bu hamda şu hozir turmushning ritmiga ergishib şu uzun o'tiradigan ahvol ko'pda hamda masalan ishxonada deymiz, uningdagi uzun yo'l mashina haydaydigan qeyrindoshlar alohida diqqat qilish kerak deb o'ylayman. Nima uchun degan chaqda albatta men demasam minglar bilasizlar harakat oz bo'ladi. Anandagi ham birisi uzun mezgil turgan odamningmi ish qetish ehtimoli yuqori bo'ladi. Şunlaşqa hərəkət qilib berish hammadan muhim deyman. Agar hamda qavziyat bo'lib qolgandan keyingi ahvollarni boya dedim, oldin oldigan usullar. Andan keyin shu qavziyat bo'lgandan keyin masalan tarat ravon bo'lmay baq qiynalib ketgan vaqtlarda boy degan usullarni qo'llansizlar. Agar yana faqat bo'lgan chaqda cho'qim doktorniki doktorxonaga berishinglarni tavsiya qilmayman. Mening gapimni anglablam doktorxonaga bormayman degan gap emas. Bu qavziyatning bu eg'irlari hatto operatsiya qilgan ahvollar bo'ladi. Shunga hamda men oxirida
Men de aldın qatımladım dedim. Şu resimde amalba çıkamaydı dedim. Hem de resimne çıkarsam düşünüşlük oldu. Şunda olsun könglim unmay bugün yana 2-3 tane resim tayak koydum. Ahırda düşendir koyma. Şu taratniki etrafındaki azalar anandikin hem de Uygurca'da qandaq tercüme qilishni bilamadim. Şu bu asırniki işki bu asır, taşkı bu asır demdik onun tercümesini. Yaponçada gayci naci deydi. Hem de gayci degan sırtniki, eğer sırtta bu asır olup bo'lsa uniki davalaşı asınarak. Ama işki kısmı bo'lsa nahayatda xatarlik. Hatta operatsiya qildigan, cho'ng operatsiya bo'lib ketgan ishlar bo'ldi. Undan keyin tarat qetib qolgan vaqtida qandaq bo'ldi deganda şu ak piş yaptık koymuzgu makat taraf yerilip ketadigan ahvallar bo'ldi. Bu hem de cho'ng to'g'rishchay, tuzishchay deymizmi? Tuzishchayning eng oxir qismi 2,5 santda. Şu tarafni biz makat qismiga kirgizdik medisinada. Şunlaşqa 2,5 sant degan shunchalik qisqada hamda undaq bo'lgandan keyin shada ikki tarafida şu nimani qo'g'dab turadigan muskullar bo'ladi. Muskullarning ichida qon tomirlar nihoyat mo'l bo'ladi. Agar qavziyat bo'lib ketganda şu muskullarning harakati qattiq bo'ladi albatta şu taratni chiqarish uchun. Qattiq bo'lgandan keyin muskullar tang shu harakatlantiruvchi nervlar, undan keyin shu qon tomirlar, kichik qildam qon tomirlari bardashlik berolmay yerilib ketadigan ahvol oldu. Undan keyin shu asta-asta bu asır asıl oldu. Baya demada bunu qapma bu asırning asıl bo'lish jarayoni shunday bo'ldi. Shunlashqa bu asırning oldini olish uchun birdan-bir shu qavziyat yo'qotish kerak. Qavziyat haqiqatda erlardim ko'p, ayollardim ko'p bo'libmi bu alqa qusoq ko'targan ayollar da ko'proq bo'lib qoldi. Nima uchun deganda u vaqt chog'da bo'lish ham tabiiy ahvol. Bu baliyat cho'nglagandan keyin uchaylarni tabiiy bosudi, bosgandan keyin yemak mangmaydi degandek ahvollar. To'g'ridan keyin yaxshi bo'lsa ahvollar ko'p. Bay degandek shu sut qavziyatni shundoq ravon qiladi. Undan keyin yemak-ichmaklarga hamda ko'pincha men ko'rilgan alqa o'zim isbotlagan amaliy bemorlarni ko'rgan ahvollarda beryapman. Anoniki şu küde yüksek deb qo'ymizgu. Küdümü shundoq ichimizni tozalaydi. Ma jiddiy bo'limdagi ishlar degan chaqda mo so'zildimi isim qolmadi. Şu küdini doktorxonada ayni vaqtda biz ishlatdik. Qanday ishlatdik degan chaqda jiddiy bo'limiga o'zini o'tirib oldigan odamlar. Masalan, beligini kesadigan, maxyab, chaqchuqyab degandek odamning jini oson chiqmaydi. Bo'lib Xitoylarda ko'p. Andaqlar kelsa, uydagilarga nima deymiz deganda, o bemor bolnisda alqa kuzatish uyda turdi. Uydagilarni shu kudini xamaraq qo'rib, pishirib yotmay, xamaraq qo'rib akilinglar deymiz. Ular akiladi. Shuni yegandan keyin shu uyli olma deb yegan chaqchuq, mix degandek narsalarni yo'gab chiqib ketish roli bor. Demakchi, kudimi odamdan kesilgan ko'p anglagan bo'lishinglar mumkin, uchayni tozalaydi. Demakchi hamda yana birisi bizning davomli kunlik turmushimizdagi gaplarni davatman. Bu kunlik turmushimizda aytgan chayga hamma amroq, hatto amroq, ammo aytgan chayning birdan-bir hamda xuma bo'lib qolgandek ishdiganlar bor. Andaq bo'lsa bo'lmaydi bir hisobda, hamma narsa ziyod o'tkazib bo'lmaydi-ku. Aytgan chayga diqqat qiling. Aytgan chaymi ichingizni qattirdi. Shunlashqa aytgan chayni 2 kunda bir, 3 kunda bir bo'ladi. Davomli qilib yotsak aytganchami ishimizni qattiq o'tadi. Anandaki yana birisi shu tozliq uyda bak o'tirdiganlarni bak anglayman ammo hamda bir hisobda ba'zilar telefon ko'rib o'tirib ketiga, kitob ko'rib o'tirib ketadi deb angladim. Ammo ma'nosiyatni anglanglar. Shu tozliq uyda shu taratni chiqarim deb o'tag'an sir qerishidi. Men uyqu to'g'risi so'zlagan chaqdimi aniq degandim. Uxlaychi deb shu uyquga zo'lab uxlasa, mingimiz qerishidi, biz uxlatmaydi. Shuning o'xshash taratmi siz qancha qerisangiz aldirab chiqmaydi. Shunlashqa meditsina deydigani 3 minutgacha, ham sanang degan gap emas, 3 minutgacha, 3 minutning ichida tarat kelmasa qo'yib ketish kerak.
qanday qilmiz qo'yib ketgandan keyin ta'rifingiz qilgingiz keladi albatta. Shunga boy degandek harakatlarni qilib, amalni qilib degandek usullarni qilish kerak. Andan keyin agar mushu boy degandek boğazır bo'lib ketgandan keyin masalan qon chiqida ahvollar bo'ldi, yerilib ketadigan ahvollar bo'ldi. Shu vaqtlarda cho'qim ham doktorga ko'ringlar. Agar bak ig'ir bo'lmay qolsa, buniki bundaq odatdagi o'zi davolash usullarini deb berdim. Bu nihoyat yaxshi usullar ayni vaqtda jiddiy bo'limdimi, shunaqa kasallar kelsa, bu yerda bormi yo'qmi dorini bir xil chilaydigan bir xil dori bor. Un shaklda. Amma bu yerda bormi uqmadim. Amma uniki yana bir usuli bor. Yilman suga, dasqa yilman suvini ilib, shuning ustida yilman suv azroq tuzni, jiq emas, azroq tuz sep, shuning ustida o'tirish usuli. 15 minutdan 20 minutgacha jiq bo'lmaydi. Shuni davomlashtirib bersangiz, agar bak qattiq og'rib ketsa, yon tusiga yetib, tizimizni egib yatsak, og'riqni pasaytadi. Mana hamda bo'lgandan keyin ishlarda hamda biz salomatlik sal qaraymiz, jon tumshiq kelib qolgan chog'da doktorxonaga boramiz degandek. Shunlashqa hamda davolash usullari har xil bo'ladi. Bo'lsa hamda amal bor, bakgal qilib bo'lamagan chog'da bormay, mushtaq sal bearam bo'lgan vaqtlarda amalni qilib, u amalmi shu nima bo'lmagan chog'da, unum bermagan chog'da cho'qim doktorxonaga berishinglarni tavsiya qilaman. Yana birisi andan keyin oldin olish usulidan to'g'ri bo'lib shu truck haydaydigan uzun yo'lliq mashina haydaydigan hatto 8 soat 10 soat o'tirib mashina haydaydigan qarindoshlar ko'p, bu yoqdami ko'p, Amerikadami boshqa yerlardami ko'p deb angdim. Oldin olish uchun nima ish qilamiz degan chog'da donat shakllik desam bo'ladi, suzadigan yumaloq balla suzganda nima qildan nima deymiz uning ismini, sharak shakllik solyo. Hamda qishda ishlatsanlar bo'ldi, solyo yozib isib ketadi. Yo'qmiz uyda ayollar tikpasin bo'ldi, mana yumaloq qilibchi. Oshni o'rindiqqa qo'yib o'tirsanlar shunchalik foydasi bor. Buning hamda bu nimasini prinsipini so'zlamasam o'zinglar tushunsizlar. Shunlashqa hamda bugun shu boğazır to'g'riliq so'zlar deb uzoq bo'lgan hamda ancha-muncha tayyorlik qildim. Shunga hamda hozir kallam kelganlarni deb qo'ydim. Hamda resim orqali azroq qisqa tushuntirib oxirlashtiray. Rahmat hammalarga. Men resimni qisqa tushuntirsam, o Sansipir bilan qilgan 1 2 3 4 deb shu birinchisi boya degan ishki go'miroy. Ikkinchisi sirtqi go'miroy, uningki uchinchisi shu maqatning yerilib ketishi, yerilib ketganiga albatta qon chiqadi. Shunlashqa to'rtinchisi shu go'miroyniki aşadan suyuqlar aqib yirangdab ketsa, shunday bo'ladi degan gap. Buningki tuzilishi nihoyat murakkab bo'ladi. Degandek shunday tuzilishi atrofdagi muskullar, uningki qon tomirlarniki tushundirishi. Shunga hamda yaponcha bo'lgandiki xitoychaga yaqin o'xshash xati, shunisidan tushuna oladi deb buni chiqardim. Shu sirtqi ishki shu go'miroyniki qizil turgan shu. Shunlashqa buniki atrof shunday murakkab degan gap. Endi men oxirgi resim 1 2 3 4 deb bo'laklik shu ishki go'miroyning paydo bo'lishi. Asta-asta chik-chikda niki xaltaliq shakldagi tuzilishi. Dastlabda birinchi nimasida shunday cho'nglab ikkinchi qismiga kelgan chog'da bundaq cho'nglaydi deganni tushundirish. Uchinchi bosqichga kelgan chog'da sirtqi chiqish ahvoli bo'ladi. To'rtinchi bosqichga kelgan chog'da ikki tarafda bo'lsa, ikki tarafdan ham teng sirtqi chiqish ahvoli bo'ladi. Demakchi qon aralash jiring shunday bo'lib, ba'zida albatta birinchi bosqich, ikkinchi bosqichda alomat ko'rilmaydigan ahvollar bo'ladi-ku. Uchinchi bosqichga kelgan chog'da taraf qilib bo'lgandan keyin surtgan vaqtida o'zimiz his qila oladigan, tuta oladigan ahvollar bo'lib qoldi. Shunlashqa hamda birinchi bosqich, ikkinchi bosqichlarda o'zinglar his qilsanglar, cho'qim doktorxonaga berib ko'rinishinglar umid qilaman. Andan keyin agar doktorxonada operatsiya qilmoqchi bo'lsam, shu yiring ishqni ukul bilan tortib ichidagi suyuqlikni chiqarib qildigan ahvollar bo'ldi. Shunlashqa hamda yana birisi deb qo'ydim, shu oq tarafni surtgan vaqtida alohida diqqat qilinglar.
Buni demasam mu ko'pinchalar bilimiz shundoq bo'lsa-mu deb qo'ya deb eskartib qo'ya dedim. Bu bir hisobda yomon alqadi insofsiz pokizlikdan kelib chiqadigan ahvollar. Bu yerda tarat qiladigan joymi, bu yerda o'shani saqlab turadigan, o'shani qo'g'daydigan hujayralarmi, bakteriyalar bo'ladi. Shunga biz bek qattiq surtib bu bakteriyalarni o'shani qo'g'daydigan bakteriyalarni yo'qotamiz degan gap. Shunga kasal bo'ldi odam. Shunga normalni besiplam, azroqlam surtsanglar unchalik qattiq buningga besim bo'lmaydi demoqchi.